Assalomu alaykum hammaga. Mana yurtimiz judayam ko'p stressdan, to'g'ri ovqatlanmaslikdan balinsaga tushib qoldik endi. Uyimiz oldidagi poliklinikadaman. Stressdan ovqatlanmasdan oshqozonimni og'ritib qo'ydim. Shuning uchun ham osmon ukol ulab qo'yishdi hozir 2 soatlik. 2 soatda o'zingga kelasan deyishdi. Judayam 2 soatlik xonamni ko'rsataman. Kichkinagina yotoq joy, judayam chiroyli. Ham tashqarini bemalol ko'rsa bo'ladi. Sog'likka e'tiborli bo'lish kerak ekan. Mana endi yotibmiz mana shunaqa ukol olib. Osmon tepada osib qo'yishgan mana. Mana shunaqa gaplar. Hech qachon kasal bo'lmanglar, sog'liklaringizga e'tiborli bo'linglar. Mantiq kasal bo'lgandan keyin eslaringizga tushmasin. To'g'ri ovqatlanish kerak ekan. Men bitta xarakterim bor, stress bo'lsam umuman ovqat yemayman. Shuni yo'qotishim kerak, shu xarakterimni sog'ligimga judayam zararli ekan. Hozir doktordan ham ancha ko'p gap eshitdim. Kichkinagina xonacha, pardali. Osmonda osib qo'yilgan bu tarafda. Qo'limda mana bemalol yursa ham bo'ladi. Tashqarini bemalol ko'rsa ham bo'ladi. Hali chiroyli ko'rinadi.